Xudo xolasa mana kasetalarimizga tuprog'ida to'ldirib oldik. Har bitta kasetamiz 50 tadan bo'lsa, bu yerda 18 ta kaseta bor. Bu 900 ta ko'chat. Xudo xolasa mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Bir kalasiga ancha ortib qoldi. O'ylaganimdan ancha kam ketar ekan. Xudo xolasa mana headway urug'imiz ko'rishingiz mumkin. Mana shunday ko'rinishda. Buni esa Oltiariqdan hamkasb dehqon akamiz birga olib keldik. 550 mingga oldik. Sengeta fermasini headway urug'i. Xudo xolasa buni ekib sinaganlarni ko'rdik. Bu issiqqa chidamli bo'lar ekan. Yoz mavsumiga ekayotganda ham bodring juda ham hushyor bo'lish kerak ekan, chunki tanasi yumshoq bodring eksa juda ham yaxshi effekt bermas ekan. Shuning uchun biz juda ham ko'p xatolar qilganmiz. Har qanday bodring urug'i har qanday faslga tushib ketaveradi. Kuzdiki, qishdiki, bahordiki va yozdiki ko'proq farqlanar ekan. Shu tomonga e'tibor berish kerak. Yozda shu ekib ko'rgan dehqon akalarimiz headwayni maslahat berishdi, o'zlari ekib ko'rgan va oqsoqol bitta obunachi akamiz oqsoqolni ham maslahat berdi. Uni hozircha yozda ko'rganim yo'q, yozda ko'raylik. Shunda aniq bo'ladi. Hozircha headway ekib turavering. Xudo xolasa keyingi yili oqsoqol bodring urug'ini ham ekamiz, agar yaxshi effekt bersa. Hozircha mana shu ko'rinishda pachka urug'imiz mana shu 550 ming so'mga oldik. Oltiariqdan birga bitta dehqon akamiz bilan birga olib keldik. Xudo xolasa endi kanalimizga kuzatib borsalaring, bu ko'chatlarimizni ham qanday o'stirishimizni bu birinchi marta o'zimni birinchi marta ekishim ko'chat. Endi xudo xolasa kelajakda ko'chatlarni ham o'zimiz chiqarishlikni niyat qilyapmiz. Xudo xolasa urug'imizni ekib bo'lganimizdan so'ng urug'imizni birinchi suvni Maxim bilan oziqlantiramiz, chunki Maxim tomir rivojlantirish, tomir kasalliklarning oldini oladi va issiq sovuq bo'lganda xudo xolasa haligi tanasidan so'lishini oldini oladi. Biz ko'chat zakaz berib ekkanimizda Maxim bilan Redamil Gold, adashmasam Redamil Gold bilan aralashtirib botirmasdan ekkanmiz. Bu esa bizda juda ham katta xatomiz bo'lgan. Pomidorlar, bodringlarimiz o'sgandan keyin tomirdan tepasidan shu qurib qolavergan. Bu juda ham ko'p qurib ketgan. Bu esa dehqonni shashni pasaytiradi. Shu maqsadda biz eng katta qilgan xatomiz shu Maxim bilan dezinfeksiya qilinmagani bo'lgan. Bu esa shu urug'imizda kechga payt, kecha soat 5 larda uvitib qo'yganmiz. Obedlarida esa buni olib mana shunday yupqa dokaga o'rab qo'ydik. Bu bir kundan ko'proq turdi. Bu esa tezroq undirishga yordam beradi. Undirib ko'chatlarimizni ozgina kitta o'tirib, so'ngra ekishni boshlaymiz. Bu esa ashqovoq bilsangiz, ashqovoqqa shu Yaponiya, Xitoy, koreyslar tarvuzda bodringni ular ekan. Shuni bir YouTube'da videosini ko'rib qoldim. Shunga juda ham qiziqdim. Buni bir boshlagandim, keyinchalik bu ishim chala qolib ketganda endi bir o'zimiz bilmagan narsani o'rgandik. Biz ulaganda o'xshamagandi. Shu eng katta xatomizni ham shu YouTube'da ko'rdik va endi keyin yangi qiladigan tajribamizda xudo xolasa sinaymiz. Buni ham o'tib qo'ydim. Headway urug'iga ulaymiz. Agar xudo xolasa o'xshab qolsa buni video qilib YouTube kanalimizga qo'yamiz. Buni ham kuzatib boringlar. Hozircha qilgan ishimiz mana shu. Buni agar bugun emas, ertaga eksak kerak. Ertaga past ekib tashlaymiz. Ozgina un olgandan so'ng. Mana shunday salafanga o'rab qo'yaman bunday qilib. Bu mana shu uyda kechqurun salqin joyda turadi. Bu optoga qo'yib qo'yilmaydi. Xudo xolasa salafani ichida un olgandan keyin ekishni boshlaymiz. Bizning kanalimizga kuzatib boring. Xudo xolasa ko'chatimiz chiqishi, ekishi hammasini qo'yib boramiz. Bizda yoqqan bo'lsa, ishlarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lib qo'ysangiz ham bizni har bitta qo'ygan videolarimiz sizlarga borib turadi va sizlar ko'rsangiz juda ham xursand bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun juda ham katta rahmat.